Assalomu alaykum rahmatulloh aziz vatandoshlar, hurmatli yurtdoshlar. Makka Mukarramadan Hikmat Travel orqali kelgan ziyoratchilarimizni bugun Arafot tog'i, Mino, Muzdalifa, Jamorot ziyoratga olib chiqib ketyapmiz albatta inshaalloh. Albatta kimki biz bilan ziyorat qilmoqchi bo'lsa, mana shunday chiroyli holatda ota-onasi bilan, yaqinlari bilan ziyorat qilmoqchi bo'lsa, pastda quyidagi nomerlar qoldirilgan, bemalol telefon qilib Arafaga chiqib, salomat sog' salomat shu yerlarda yurib ibodat qilsak bo'ladi. Kimda savollar bo'lsa, fikrlar bo'lsa kommentariy yozsanglar bo'ladi. Bizni Makka Mukarramadagi mehmonxonamiz mana shu 2,5 kilometr. Bizda 800 metrdan boshlangan 2,5 kilometrgacha uzoqlikda mehmonxonamiz bor. Biz o'zimiz hozirda 2,5 kilometrda turibmiz. Va albatta haramga borib kelishda qiyinchilik yo'q. Bunaqasi piyoda borib kelsangiz ham haramga borib ibodat qilib kelishingiz mumkin. Juda ham yaqin. Mana shunday har 5-10 minutda keladigan avtobusdan qo'yilgan mana mehmonxona nomi Darvoyan. Har 5-10 minutda keladi, bemalol borib kelishga ham qulay bo'ladi va konditsionerli ishlaydi. Konditsioner bemalol chiqib haramga borib kelishingizda ham qiyinchilik bo'lmaydi. Assalomu alaykum rahmatulloh. Akalar salomatmisizlar? Charchamayapsizlarmi? Ibodatlar qiynalmadinglarmi? Ibodatlar qilib oldinglarmi? Bugun mana Makka sayohatimiz bor. Chiroyli holatda Makkaga sayohat qilib ziyorat qilib kelamiz. Mino, Muzdalifa, Jamorot ham Arafot tog'lariga chiqamiz inshaalloh. O'z fikrlaringiz, mehmonxona sharoitlari qanday ekan? Madinada ko'rdik, Makkada endi sharoitlarda aytsangiz. Uzoqlik masalan mana odamlar 2 kilometr, 3 kilometr uzoq deyshadi. 800-500 metrlikdan sharoit qanday? Sharoit muhimmi yo yaqinligimi? Sharoit zo'rlik. Sharoitga qarash kerak. Haramga borib kelgani mana har 5-10 minutda keladi avtobus. Avtobusda borib kelyapsizlar-a? 5 minutda ketadi, shuni chiqamiz 5 minutda ketadi. Konditsionerlar o'chamikan, o'chmaydimi? Mashina o'chmayapti-ku. Konditsionerlar o'chmaydi-a? Xuddi shunday. Ayting qora aka fikrlaringizni. Sharoit zo'r kelish kerak. Endi biz gapirganmidan kelib ko'rsa ishonadi. Gapirib ibodat qilganda his qiladi. Ota-onasining ko'pchilik hozir issiq, qiynaladi deb jo'natishga qo'rqyapti. Ularga nima maslahat berardingiz? Havo kuzda havosi bo'lyapti-ku. Salqin. Yaxshi niyat qilsa doim o'zi yengillik beradi. Aynan hozir jo'natadigan vaqtda. Hozir Qur'onga qayta keladi. Degan odam qaramaydi sharoitga ham, o'zi boshqa kilometr boshqa narsaga ham qaramaydi, lekin yoshi kattalar ham qaraydi. Bizda yoshlar bo'lsa, kelib ketib yuraveradi. Hisob piyoda ham borib qo'yapmiz-da yaqin. Piyoda ham olib kelyapti. Piyoda ham bordingizmi? Ha? Piyoda ham bordingiz, qiyinchilik yo'q. Mana hozir ham piyoda ham borib kelibdi. Charchamanglar, qolganlarni ham suhbatini olaylik. Ziyoratchilarimiz hammalari. Assalomu alaykum qora aka, fikrlaringizni aytsangiz, charchamayapsizmi ibodatlarda? Alhamdulillah. Makka Mukarramadagi sharoitlarimiz haqida o'z fikrlaringizni Makka aytsangiz. Mukarramada Darbunyan degan Aziziya hududida joylashgan Darbunyan mehmonxonasi eng chiroyli mana shu yerda, eng sifatli ishlari, ovqatlari, xonalari keng, musaffo, hamma sharoitlari yaxshi. Liftlari u yoqda 4 ta, bu yoqda 4 ta, o'rtada 4 ta zamonaviy liftlardan bu yerda qolib ketish, sekinlab qolish, bu yerda ochilib turish, bu yerda ochilib turish yo'q. Hammasi vaqtida bo'lyapti. Avtobuslari 2 ta, 5 minut, 7 minutlik yo'l. Unchalik hali o'rtada uzilish bo'lgani yo'q. Alhamdulillah. Sharoitlarimiz juda ham sifatli. Xudo xolasa mana shu Hikmat Travelni rivojlanish uchun milliy bosh akalarimiz, ukamiz, operator ukalarimiz, bu yerda xizmat qiluvchi yigitlarga minnatdorchilik bildiramiz. Allohlarning ishlariga rivoj bersin. Rahmat qora aka, charchamang. 50 boshimiz xizmati yaxshi, Xudo xolasa. Alhamdulillah, o'sha 50 boshimiz. Firma bilan kelganda ilmli qora akalardan Xudo xolasa mana olib boryapmiz. Hozir Arofatga, Makka sayohatiga chiqilyapti. Bugun Makka sayohatini qilib, inshaalloh hamma joyda o'sha yerda bo'layotgan holatlar to'g'risida ma'lumotga ega bo'lamiz. Alhamdulillah, hamdan kasiron, tayyiban, mubarakan fi. Amin. Qora aka, rahmat katta fikrlaringiz uchun. Assalomu alaykum, Oshto'g'a, charchamayapsizlarmi? Yaxshimisizlar? Sog'lig'inglar yaxshimi?
ibodatda qiynalmayapsizlarmi? O'z fikrlaringiz bo'lsa aytsangiz, salomlaringiz bo'lsa, O'zbekiston ko'radi bizni. Endi hammaga avvalo assalomu alaykum. Fikrlarimiz endi mana ibodatlarni qilyapmiz, damlarni ham olyapmiz. Vaqtida ham bo'lyapti. Charchamayapsizmi? Haramga borib kelib ibodat qilishdan. Charchasak dam olyapmiz. Charchamay bo'larmi endi shuncha joy? Albatta. Hamma yuradi, charchaydi, dam oladi. Endi mehmonxona masofasida ovqatlanishlari sizga ma'qul bo'ldimi? Ovqatlar yaxshi. Ellikboshimiz xizmati ma'qulmi? Bironta kamchilik bo'lsa aytsangiz, bartaraf etamiz. Kamchilik endi mana shunaqa ishlar yomon cho'zilar ekan. Endi yurpa to'planguncha unisini kutasiz, buni kutasiz. Ishlarda odamlar Vaqt yetib qoladi-da. kimdir chiqib bir soat turyapti-da, kimdir Ya'ni kimdir sekin qimillay, kimdir bet chiqaman-da deydi. Shunday qolagan. Charchamaylar. Mana bugun Makka ziyorat sayohatga chiqamiz, chiroyli holatda borib kelamiz. boramiz endi. Bugun Mino, Zulfaylofa, Arafat tog'iga chiqamiz, Minoga boramiz, Jamoratga boramiz. Yo'q. Yo'q, ular ham o'sha yerga ketdi. Yo'q, ular ham Qizil dengizga boramiz edi. Yo'q, bugun u birinchi yurpa, biz ikki, ular ham o'sha yerga ketdi. Arafat tog'iga ketdi. Qizil dengizga kunimiz yakunrog'ida olib boradi. Xudo xolasa, mayli charchamaylar. Mana avtobusimiz hali ham turibdi. Ko'rganlar yo'q. Yengil. Va yoshlarimizdan ham fikrlar bor. Assalomu alaykum, rahmatulloh. Hojonalar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Bir fikrliklar bo'lsa gapirib beringlar. Gapiring qora aka. O'zingiz qanday qiynalmayapsizmi? Butun O'zbekiston ko'radi. O'zbekistonliklar mana ko'rib o'tiradi, ota-onasini jo'natadi, yaqinlari bilan keladi. Ibodatlarni qilyapsiz, xudo xolasa. Qiynalmayapsizmi? Oilaviy kelgansiz. Onangizlarni olib kelgansiz-da. Qiynalmayapsizmi? 8 kishi. Mashalloh. Juda ham bir ulug' ish qilgan ekansiz. Albatta savobga qolib, ularni olib yurishda qiynalmayapsiz. O'zi bir kishi bilan kelib olib yurish juda mashaqqat. Siz 8 kishini olib yuribsiz. Qarang. Xudo xolasa. Juda kuch-quvvat beryapti-ki, Alloh ajringizni bersin. Bundan ham farzandlaringizdan qaytsin sizga. Mana shunday olib yurishni. Charchamang qora aka. Inshaalloh do'stlar, video yakuni davomida endi yakunlaymiz. Kimki kelmoqchi bo'lsa, Hikmat Travel bilan aloqaga chiqib, o'z joylarini guvoh qilib kelishingiz mumkin. Mana qora aka bir suhbatini olay. Assalomu alaykum, rahmatulloh. Qora aka, charchamayapsizmi? Fikrlaringiz bo'lsa aytsangiz. Mana onangizlar bilan keldingiz. Ibodatda qiynalmayapsiz. Makka sharoitlarimiz qanday ekan? Sharoitlar yaxshi. Gastinisaning sharoiti nihoyatda yaxshi, ovqatlari ham yaxshi. Borib ibodat qilib, kuchimiz yetganicha. Onamga asosan onam uchun kelganligimiz uchun ko'yniga qarab, qayerga boraman, nima qilaman desa, shunga. Hojona qiynalib qolmayaptimi? Yo'q, xudo xolasa qiynalmayapti. Qiynalsa ayting, birorta kamchilik bo'lsa aytsangiz, bartaraf etamiz deydi boshimiz birgalikda. Endi eng ko'proq savobni bizdan ko'ra siz olyapsiz. Sababi nimaga? Onalar oyoq ostida jannat deydi. Siz jannatning ostida yuribsiz hozir. Ko'proq duosini olib oling. Albatta borib olib kelib. Sizlarga ham rahmat, Alloh ajringizni bersin, kam qilmasin. Charchamang qora aka, ibodatingiz quvvat bersin ibodat. Hurmatli yurtdoshlar, videoni yakunlaymiz. Mana hali bitta avtobus ketmasdan ikkinchisi keldi. Boya aytganimdek, hali 5 minut 10 minutda kelib ketgandi avtobus. Hali bittasi ketish ulgurmasdan ikkinchisi keldi mana. Hikmat Travel ishongan holatda kim ota-onasini jo'natmoqchi bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Biz esa xizmatdamiz 24 soat davomida. Operatorlar sizdan pasportingizni qabul qilib, vodiyga ham reyslarimiz ochilgan, qo'shni davlatlar Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistonga ham reyslarimiz ochilgan. Har 2-3 kunda bir vodiy vohada bo'lyapti. Har kuni deyarli Toshkentda reyslarimiz bor. Narxlarimiz bo'yicha telefon qilib operatorni olishingiz mumkin. Qo'shimcha savollar, bu yerga kelishda ota-onangizga yoki o'zingizga nima zaruratligini operator tushuntirib beradi. Salomat bo'linglar. Albatta kimda qanaqadir fikr, takliflar bo'lsa, kommentariyada o'z izohinglarni kutib qolaman. Albatta bizni kuzatishda davom etsanglar, chiroyli videolar qoladi. Mana shu kanallarimizda ko'rib borasizlar.